Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarni yangi loyihada ko'rib turgandan xursandman. Bu loyihaning nomi Management Podcast bo'ladi. Bu bir kishi speaker bo'lgan yangi podcast va bu yerda biz management haqida gaplashamiz. Bilishinglar bo'yicha management bu nafaqatgina boshqaruv, balkim HR hamda tizimlashtirish bo'limlarini o'ziga jamlagan bitta soha va bu yerda biz asosan tadbirkorligi va rahbarligi foydali bo'lgan kontent qilamiz. Ya'ni bu podkastni maqsadi nima deb so'rasangiz, bu podkast maqsadi hozir tadbirkorlik o'sishga bermayotgan dolzarb muammolarni ko'tarib, o'shalarni o'sha qisqa 15-20 minutlik videolar orqali yechish maqsadida ochilgan podkast. Chunki bizda masalalar ko'payib ketdi. Ko'p odamlar bizlarni konsaltingimizga kelishadi. Chunki bizning asosiy faoliyatimiz bu bizneslarni tizimlashtirish va Ravshan bu muammoni yecha olmayapman, narigi muammoni yecha olmayapman, mana shu muammoda men kenga olmayapman va to'g'ri uxlolmayapman, stressda yuribman degan masalalar ko'p. O'sha masalalarni men sizlarga har hafta ko'tarib, muammosini berib va xudo xolisa sizni o'sishingizga sababchi bo'ladigan bitta podkast loyiha boshladik. Unda qani boshlaydik, qani ketdik. Bugungi bizning birinchi sonimizda eng dolzarb muammodan boshlashni qaror qildik. Ya'ni men ko'pincha qaysi zapros bilan kelishadi. Ravshan, men biznesimni nima desa bo'ladi, erkinlik uchun ochganman, lekin erkinlikni hidi ham kelmayapti. Chunki men xodimlarimdan ko'proq ishlayman, doim ishdaman, nisbatan yaxshiroq pul topishni boshlagandirman, lekin bu o'z sog'lig'imni va energiyamni qurbon qilish tufayli men mana shu ko'proq pulni topishni boshladim deb kelib aytishadi. Endi o'zi nimaga bunaqa bo'lyapti? Keling bitta qarab chiqamiz. Nega tadbirkor biznesni boshlayapti? Tog'asining qo'lida ishlagingiz kelmayapti, lekin biznesni boshlab ko'proq ishlashni boshladi. Birinchi navbatda tushunishimiz kerak, tadbirkor bu kim? Siz biznesni mana boshladingiz, aytaylik. Kichkina biznesni qarab chiqsak menimcha foydaliroq bo'ladi, chunki bizneslarni 95, balki 90-95% bu kichik bizneslar. Qolganlari уже 4% o'rta biznes va 1% katta biznes bo'lsa kerak mening fikrim bo'yicha. Shuning uchun kichkina tadbirkorlik asosan biz o'sha maslahatlarni beramiz. Kichkina tadbirkor bu mening fikrim bo'yicha bir 50-100 ta xodimgacha bo'lgan korxonalarni rahbarlari, egalari. Xo'p, mana kichkina siz tashkilot ochyapsiz, biznes boshlayapsiz va boshlang'ich etapda siz ham o'zingiz ustavni kapitalni tashkil qilyapsiz. Siz ham ta'sischisiz, ya'ni bu siz birinchi lavazimingiz. Ikkinchi lavazimingiz direktor. Direktor lavozimini, ya'ni turli xil nima desa bo'ladi, tilida biz nomlashimiz mumkin. CEO bo'ladimi, Chief Executive Officer ingliz tilida yoki generalniy direktor bo'ladimi ruschasi. Lekin keling biz o'zbek tilida buni direktor deb nomlaylik. Siz mana shu rahbarsiz va siz ta'sischisiz. Endi muammo qayerda paydo bo'ladi? Tadbirkorlar bu ikkitasining farqini bilmaydi. Bu asosiy muammo. Ta'sischi kim? Ta'sischi bu o'sha riskni olib, biznesga pul tikib, bitta g'oya ustida kelinglar mana shuni boshlaymiz deb o'sha biznesni boshlaydigan, o'sha biznesga egasi bo'ladigan odam. Ya'ni u boshqarish shart emas. Bu lavozim faqat biznesning egaligini bildiradi. Kompaniyada bitta 10-20 ta ta'sischi bo'lishi mumkin. Ta'sischi asosan pul tikadi va to'g'ri CEO ni, ya'ni to'g'ri direktorni qo'yadi. Uning asosiy ishi o'sha to'g'ri g'oya bilan to'g'ri direktorni qo'yib, biznesni yo'lga qo'yib yuborish va o'shandan pul olish. U biznesni nima sifatida sevishi, uni doim orqasidan yugurishi va operatsiyonga qatnashish shart emas. Uning asosiy vazifasi bu pul. Keyin bizda direktor lavozimi bor. Direktor o'sha ta'sischi tomonidan o'sha biznesni boshqarishga qo'yiladigan inson va bu lavozim. Bu odam oddiy xodim. Ya'ni oddiy xodim deganda nima, u eng asosiy xodim deyishingiz mumkin va bu to'g'ri, lekin baribir uning nomi xodim va u ishga kelish kerak har kuni. Boshqa o'zining qo'lidagi xodimlarni, bo'lim rahbarlarini boshqarish kerak, majlislar tashkil qilish kerak, vazifalarga bo'lish kerak, bitta loyihalar bo'lib chiqish kerak, rejalashtirish kerak, talab qilish kerak va hokazo. Bu nima degani? U operatsiyonda ishtirok etadigan odam va u doim ishlashi kerak. Ta'sischi esa ishlash shart emas. Mashina ikkalasini joy bilan almashtirib qo'ygan odamlarda muammo paydo bo'ladi. Chunki biznesni boshlatganingizda siz, ya'ni erkinlik uchun biznesni boshlayapsiz, lekin tasavvur qila olmayapsiz. Ya'ni siz o'ylayapsiz, men biznes ochaman, aytaylik, misol uchun men lavashxona ochaman, povar olaman, kassir olaman va ularni boshqarmayman. Ular o'zi pulni olib keladi, men kelaman, aytaylik, o'zim xohlagan bir haftada bir kasbdan pulni foydani olib chiqib ketaman va hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylaysiz. Lekin afsuski bunaqa ishlamaydi. Har bitta tashkilotni boshqarish kerak.
har bitta tashkilotni direktor boshqaradi va direktorni taxminan kuniga 2-3 soati, balki ba'zida 4 soati mana shu zerkarli ishlarga ketadi. Ertalab aytaylik planyorka qilish, kichkina majlislar qilish, kech payt hisobotni qabul qilib olish, hammaga vazifani tarqatish, yomon ishlayotgan xodimlarni aytaylik to'g'irlash, ishdan bo'shatish, yangi xodimlarni olish va hokazo. Bu lavozim va agarda siz hozir biznesingizda muammolar ko'ritilayotgan bo'lsa va siz ham ta'sischisiz, ham direktorsiz va nega buncha ko'p ishlayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bilingki, birinchi navbatda siz balkim faqat ta'sischi bo'lmoqchi bo'lgansiz hamda hozir direktor lavozimini boshqaryapsiz. Buni yechimi juda ham oddiy. Agarda sizni HR qobiliyatlaringiz bo'lsa, siz bitta yaxshi direktor olishingiz kerak. Ya'ni yaxshi direktorlar menimcha O'zbekistonda eng kam $3,000 dan boshlansa kerak. Balkim yoshroq perspektivasi bor direktorlarni $1,5-2,000 topa oladi, shu menejmentni biladigan, aytaylik 23-24 yoshli yoshroq direktorlar, lekin yaxshi direktorlar, tajribasi borlar menimcha 3,000 dan boshlansa kerak va patolog aytaylik 10,000, 20,000 gacha bor O'zbekistonda men ko'rgan lavozimlarda. Xo'p, bu nima degani? Siz bu muammodan ozod bo'lishingiz mumkin, bitta to'g'ri direktor qo'yib. Bu mana shu birinchi yechimimiz. Lekin bitta no tarafi bor, lekin joyi bor. Siz direktor qo'yish uchun yaxshi pul topayotgan kompaniya bo'lishingiz kerak. Lekin men bilgan kichkina tadbirkorlarning aksariyati afsuski bitta yaxshi direktor topayotgan oyligini o'sha biznesdan ko'rayotgan foyda shaklida topyapti. Ya'ni tadbirkorlik $3,000 topyapti va bu yerda yaxshi direktorning o'zi ham $2-3,000 topyapti. Birinchi navbatda agar siz ham ta'sischi ham direktor bo'lsangiz, siz o'z biznesingizni yaxshi foyda olishingiz kerak. Ya'ni misol uchun aytaylik $10,000 plus topayotgan bo'lsa o'z biznesingizdan, keyin bitta o'rtacharoq direktorni qo'yishingiz mumkin va sal nima desa bo'ladi, yaxshi nafas olib, sal dam olib, bunda uyga borib, vaqtliroq borib dam olishingiz mumkin bo'ladi. Uning uchun siz birinchi navbatda o'z biznesingizni yaxshi mutaxassis bo'lib, yaxshi pul olib keladigan bitta biznesni qurib oling va o'shandan keyin siz yaxshi direktorni ishga ola olasiz. Endi bu muammoni ikkinchi tarafini ko'rib chiqaylik. Birinchi, ya'ni men aytgan muammo sababi bu ta'sischi bilan direktor bitta odam bo'lib qolganligi bo'lishi mumkin va siz balki faqat ta'sischi bo'lgingiz kelyapti. Ikkinchi muammo bu kompaniyani organizatsion strukturasida bo'lishi mumkin. Ya'ni bu nima degani? Siz mana biznesni boshladingiz va aytaylik kichkina biznesni boshladingiz. O'sha mayli lavashxonani misolini boshida gapirib chiqdik. Mana shu misolni davom etib keta qolaylik. Siz kassirni oldingiz, siz povrni oldingiz. Sizda balkim yana sotuvchi bordir, balkim bitta marketologingiz bordir va hokazo. Endi sog'lom kompaniyada mana bitta grafikni hozir qo'shib o'ramiz. Mana direktor bor va uning tagida bo'limlar bor. Bo'lim har xil bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarish bo'limi bor, sotuv, marketing, moliya, ta'minot bo'limi va hokazo. Endi sog'lom kompaniyada, kattaroq aytaylik 100 kishilik kompaniyada har bitta bo'lim ichida xodimlar bor va har bitta bo'limni o'zining rahbari bor. Bu nima degani? Lekin siz mana kichkina kompaniya boshlayotganingizda, kichkina kompaniyada afsuski siz boshida ko'p bo'limlarga o'zingiz rahbar bo'lasiz. Ya'ni mayli ishlab chiqarishga bitta povor qo'ydingiz, aytdingiz bo'ldi, sen glavniysan deyapsiz, lekin kassaga, sotuv bo'limiga siz o'zingiz rahbar bo'lasiz. Marketingga siz bitta SMM-shikni oldingiz, mobilografni oldingiz, u arzon pul beryapsiz, u marketingni bilmaydi, u mas'uliyatni ola olmaydi. Siz o'zingiz rahbarsiz. Moliyaga siz bitta yangi kassir va moliyachi olishga qurbingiz yetmaydi. Pulingiz yo'q, biznesingiz hali unaqa foydaga chiqmagan va siz unga o'zingiz rahbarsiz. 4-5 ta bo'limni o'zingizga olgansiz va biznes o'sib boryapti. Biznes o'sgan sari sizda xodimlar soni ko'payishni boshlaydi. Menejment qoidasi bo'yicha bitta rahbar 6-8 ta xodimni boshqara oladi. Endi siz biznesni boshlaganingizda o'zingizdan 3-4 ta xodim bilan boshlagansiz, lekin biznes o'sgan sari siz hozir kompaniyangizda 20 ta xodim paydo bo'ladi, 30 ta xodim paydo bo'ladi va siz bittada ham kompaniya direktorisiz, ham 4 ta bo'limga rahbarsiz, ham har bitta bo'limda bir 5-6 tadan odamingiz bor. Va tabiiyki siz ulgurishni boshlamaysiz. Ya'ni siz ulgurmayapsiz, chunki sizni vaqtingiz kuniga cheklangan. O'zi kelsangiz ishxonaga bir 10 soatga kela olasizda, aniq robot odam bo'lsangiz ham 12 soatga kelasiz. Uxlashingiz kerak, ovqatlanishingiz kerak, oilangiz bor va hokazo. 20 ta, 30 ta xodimni boshqarishga sizni kuchingiz yetmaydi. Va bu yerda qanaqa yechim bor? Agar biznesingiz nisbatan foyda olib kelishni boshlagan bo'lsa, siz har bitta bo'limga, o'sha bo'limlarga rahbarni qo'yishingiz kerak. Siz hozir
hayron bo'lasiz. Men rahbarman, agar men bir haftaga Tailandga dam olishga ketsam, meni biznesim portlab ketadi. Albatta portlab ketadi, chunki siz bitta chiqib ketsangiz, siz bir o'zingiz emas, ya'ni 4 ta 5 ta bo'lim rahbarlari Tailandga chiqib ketyapti. Bizda shunaqa muammo bo'lganda, bitta keys tizimlashtirishga loyiha olganmiz. Ularda xuddi shunaqa bo'lgan, ya'ni yangi yildan oldin, mana 24-yil oxirida ular dam olishni xohlashgan. Biza dam olishga bor deyishyapti, lekin ular o'sha premialniy ish ishlab chiqarishadi. O'sha zamirga komanda borgan. Komanda o'sha qolganlar, ta'sischilar, ikkita ta'sischi chet elga dam olishga oilaviy borishdi. Zamir paytida bolalar noto'g'ri zamir olib qo'yishgan. Nimadirni noto'g'ri ishlab chiqarib qo'yib, xullas $15,000 zararga ta'sischilarni tushirishgan. Endi aytishyapti, biza shu bemalol dam olishga bora olmaymiz ikki ta'sischi, chunki bolalar parod qilib qo'yishyapti va bizani minusga tushirib qo'yishyapti. Keyin biz o'sha loyihani ustida ishlashni boshlaganimizdan keyin o'tirdik, qarab chiqsak, bitta o'rs turasi suzib chiqyapmiz. O'sha ikkita ta'sischi ham direktor, o'zi bu juda ham noto'g'ri, direktor bitta dona bo'lishi kerak. Ular ikkalangiz ham rahbar, hammani 5 ta bo'lim bo'lsa, o'sha 5 ta bo'limga ham o'zlarigisi rahbar. Bitta ishlab chiqarish bo'limiga boshqa rahbarni qo'yishgan, undan talab qilishadi, lekin qolgan bo'limlarga o'zligisi rahbar. Talab qiladigan inson yo'q, ya'ni mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan, bo'ldi, men mana shunga javob beradigan degan inson yo'q va bu nima degani? Ular Tailandga 2 haftaga ikkita ta'sischi emas, 5 ta bo'lim rahbari bo'lib chiqib ketishgan va shuning uchun boshqa bo'limlarga o'sha muammolar paydo bo'lishni boshladi va shunaqa bardak boshlandi. Birinchi muammoni yechimidan aytgan edim. Siz biznesingizni foydaga chiqarishingiz kerak. Yaxshi pul topishni boshlaganingizdan keyin direktor qo'ya olasiz. Lekin direktor qo'yishdan oldin siz birinchi navbatda bo'lim rahbarlarini qo'yishingiz tavsiya qilinadi. Mana sizni o'zingizni biznesingiz bor. Agarda siz nima desa bo'ladi? Kengayotgan bo'lsangiz, siz boshqa bo'limlarga rahbar qo'ymoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda siz ishtirokchisiz bemalol bitadigan bo'limlarga boshqa rahbarlarni qo'yganingiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni ishlab chiqarish bo'limiga tavsiya qilaman yokida aytaylik marketingga qo'yish tavsiya qilaman, lekin ba'zi bo'limlar bor, ularni oxirgi bo'lib topishingiz kerak. Misol uchun istalgan biznesda moliyani oxirgi bo'lib topshiringlar. Chunki moliya bu juda ham muhim. Uni tizimsiz topshirish tavsiya etilmaydi, chunki ko'p o'g'irliklar shu tadbirkor moliyaga aralashmaganligi sababli bo'ladi. Yoki siz B2B sohasida bo'layotgan bo'lsangiz, o'zi sizda 5 ta 10 ta klientingiz bor. Bu sohalarda B2B'larda, masalan, bizda B2B, biz konsaltingda ishlaymiz. Bizda agentство bor, biz tadbirkorlik marketing qilib beramiz. Yoki sotuv bo'limlarini qurib beramiz va hokazo. Bizda B2B bo'lganligi uchun sotuv bo'lim eng muhim. O'ta klientlar kam. Biz misol uchun 4 ta 5 ta klientga xizmat ko'rsatishimiz mumkin. U bo'limlar men topshirmayman hech qachon. Ular menga bog'liq. Lekin boshqa bo'limlar, производство loyihalarini boshqarish, hattoki moliyani qaysidir qismini topshirganman. Sotuv menda, chunki sotuv bu juda ham muhim. Sizda ham qarab chiqing, qaysi bo'lim eng muhim bo'lsa, o'shani eng oxirgi bo'lib topshirasiz. Ko'pincha shu marketing, sotuv bo'limlarni tadbirkorlar oxirgi navbat topshiradi. Lekin buxgalteriya, ishlab chiqarish va boshqa hokazo bo'limlarni sekin-sekin topshirsa bo'ladi, chunki ularning qiymati unchalik katta emas. Shu ikkita yechim orqali do'stlar, ya'ni birinchi navbatda siz ta'sischi sizmi yoki direktor sizmi aniqlab va ikkinchi navbatda org struktura qurib, mana shu muammoni yecha olasiz. Ya'ni agar siz erkinlik uchun biznesni boshlagan bo'lsangiz, o'zi boshida tushunolinglik, biznes bu nima va biznesni qanday qilib boshqarish kerak. Hissa qilib aytganda shunaqa, do'stlar, bu management podkast. Management podkasti birinchi soni. Keyingi sonlarda ham biz dolzarb muammolarni yechishni davom etamiz. Agarda sizda qanaqadir o'sha muammo bo'layotgan bo'lsa, o'sha muammoni kommentlarda yozdiringlar va har hafta biz siz bilan menejmentni birga o'rganamiz. Xudo xolisa podkastimizni uzoq muddat davomida kuzatib borsangiz, albatta ishonamanki, siz menejmentni to'liq o'rgana olasiz biz bilan. Ko'rishguncha.